Assalomu alaykum rahmatulloh. Aka-ukalar yaxshimisizlar? Hammalaringni kirib kelgan Ramazon oylaring muborak bo'lsin. Hammamizga xayr, barakotli bo'lsin. Xo'p, bu diska balonni sizlar kutmagan narxda aytaman, faqat ozgina o'zimizni bolalar bilan fikrimiz bor edi, sizlar bilan bo'lishimiz keldi. Xo'p, ertadan ish vaqtimiz. Xo'p, ertalab 7 dan saharlik qilib olib 7 da ochishadi. Shomdan oldin soat 5 da bekitamiz. Kunda 5 komplet, 4 komplet video obzor qilamiz. Endi bularni qanaqa sotsak bo'ladi desalaring, soat 5 da bekilgandan keyin og'izlikni ochib, shomda o'qib, xutonni o'qib, xatmonani o'qib, soat 11:00, 11:30larda bolalar kelib ochishadi. Sababi bizni Andijon, Namangan, Qo'qon, Bog'dod, Jizzaxdan ham kelib qolishyapti. Angrendan kelib qolishyapti. Aka-ukalarimizda murojaat tushganligi uchun o'zimiz fikr bo'lishimiz keldi. Soat 5 da bekilgandan keyin xatmonani o'qib, soat 11:00 ishxonamiz ochiladi. Ertalabki saharlikgacha. Nimaiki bizda smenamiz ikkita smenamiz bor edi. Kechki smenamiz soat 11 dan soat 4 gacha xizmat ko'rsatishadi. Shuni bir aytib o'tib ketganimiz keldi. Qanaqa xizmatlar bo'lsa kelinaveradi, faqat 11 dan ertalabki 4 gacha saharlikgacha. Kesalarni ishlarini bitiraveramiz. Endi tanishtirib o'tamiz. Damasi bor Matiz va aka-ukalarimizga 4 ta Voss'imizga svarka ayib nuqsonlari yo'q. Balonlarni ko'rsatib qo'yasiz. Bemalol xizmatlarni qilib turaveradi. Diskani o'zini ham $150 sotyapmiz. Obunachilarimizga 4 ta diska, 4 ta balon, atiga 1.600.000 so'm. Hozir telefonimiz o'chadi. Bu diska balonni ertalab kim 7:30-8 gacha kelsa, nasib qilgan insonga beramiz. Ertadan videolarimizni kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa 99 aksaramiz ko'rganlaringni shunaqa qilib show qilamiz. Faqat soat 5 da qo'yamiz. Do'kon bekiydi. 11 da ochamiz. Kimga nasib qilsa qo'yamiz. Soat 4 gacha, ya'ni 5 soat xizmat ko'rsatamiz. Kechkisimi kunduz smenga qilib berdik. Inshaalloh sizlar uchun xizmatdamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammalaring